Birinchi natural son deb qanday sonlarga aytiladi? Boyatga Xo'p, unda boshlasak. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz birinchi mavzu, ya'ni natural sonlar, sonning turlari haqida gaplashamiz. Natural sonlar sonning to'plamlari. Ya'ni sonning to'plamlari, birinchi sonning o'zi haqida gaplashsak, sonlar va raqamlar bor. Sonlar bu cheksiz, raqamlar esa 10 ta. Raqamlar 10 ta bo'ladi, 0 dan 9 gacha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lar kiradi. Sonlar esa raqamlardan tuzilgan bo'ladi. Endi sonning turlari bu juft, to'q, tub, murakkab va mukammal sonlarga bo'linadi. Endi har bir uchun alohida to'xtalamiz. Sonning to'plamlari esa natural sonlar, butun sonlar, ratsional, irratsional va haqiqiy sonlar. Shu bilan birga bitta qo'shimcha kompleks sonlar degan tushuncha bor. Bu mavzu odatda boshlang'ich matematikada o'rgatilmaydi, ya'ni institutgacha bo'lgan to'plamlarda uncha ko'p emas, asosan oliy matematikada o'tiladi. Lekin biz oliy matematikani ham qo'shib o'tamiz. Boshlang'ich elementar matematikaga oliy matematikani birga qo'shib o'tamiz. Bu kompleks sonlar haqida alohida video qilaman. Bu videoda esa natural sonlar, butun sonlar, ratsional, irratsional va haqiqiy sonlar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda sonning turlari haqida gapirsak, alohida aytib o'tsak, sonning turlari juft sonlar va to'q sonlarga bo'linadi. Juft sonlar qanday sonlar? Juft sonlar 2 ga bo'linadigan sonlar juft sonlar hisoblanadi. 0 ham juft songa kiradi. Chunki 0 ni 2 ga bo'lish mumkin. Ya'ni 2 ga bo'lsa qoldiq chiqmaydi. 0 ga bo'linmaydigan, 0 ga debman, 2 ga bo'linmaydigan sonlar to'q son hisoblanadi. Ya'ni juft sonlarga 0, 1, 0, 2, 4, 8, 10 ketaveradi. To'q sonlar esa 1 dan boshlanadi. Eng kichik to'q son 1 hisoblanadi. 1, 3, 5, 7, 9 ketaveradi u yog'i. Endi to'q son bilan tub sonni ko'pchilik adashtiradi. Ko'pchilik emas, aksariyat odam uncha tushunmagandan adashtiradi. Lekin bir-biridan farqi bor. Juft bilan to'qni o'rgandik. Endi tub bilan murakkab sonni o'rganamiz. Tub son nima? Tub son bo'luvchilari faqat 1 ni va o'zini tashkil qilgan sonlar tub sonlar hisoblanadi. Ya'ni bularga nima qaysilar kiradi? 1 tub son emas, chunki 1 ga bo'linish kerak va o'ziga bo'linish kerak. U yerda o'zi ham 1 ham 1 ga bo'linadi. Shuning uchun 1 tub son emas. Eng kichik tub son 2 hisoblanadi. Chunki 2 1 ga bo'linadi, qoldiq qolmaydi va 2 ga bo'linadi, qoldiq qolmaydi. Ikkita bo'luvchidan tashkil topgan sonlar tub sonlar hisoblanadi. Bundan keyingisi 3, 5, 7, 9 9 kirmaydi. Chunki 9 3 ta bo'luvchiga ega. 1 ga, 3 ga va 9 ga qoldiq hisoblanadi. O'shaning uchun 9 kirmaydi. O'zi tub sonlarni o'rganishimiz kerak faqat 50 gacha. Asosan misollarda, DTMda ham, boshqa misollarda ham, olimpiadalarda ham faqat 50 gacha bo'lgan tub sonlar ishlatiladi. 50 gacha bo'lgan tub sonlar 15 ta bo'ladi. Boshdan sanasak. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 40, 41, 43. Yo'q. 41 bo'linsa kerak. 41, 43 va 47 lar bo'ladi. 15 ta hisoblanadi. Asosan shularni bilsak bo'ldi. Bizga boshqa tub sonlar kerak emas. Boshqa tub sonlar misollarda keladi, qachon keladi? Birinchi tub son mavzusini o'tayotganda misollarda beriladi. 243, 168 shular tub sonmi, tub son emasmi deb so'rash mumkin. Undan keyin sizlarga umuman kerak bo'lmaydi. Murakkab sonlar
2 dan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar murakkab sonlar hisoblanadi. Bularga nechalar kiradi? 4, 6, 8, 9, 10, 12 ketaveradi. Bularning bo'luvchi degani o'zi o'sha songa qoldiqsiz bo'linadigan sonlar. O'sha bo'luvchi deyiladi. Misol uchun 2 ni bo'luvchisi 2. 2 ni 2 bo'lsak 1. 10 ni bo'luvchilari 1, 5 va 10. Chunki 1 ga bo'lsak qoldiq qolmaydi. 5 ga bo'lsak 2 chiqadi, qoldiq qolmaydi, butun son chiqadi. 10 ga bo'lsak ham shu butun son chiqadi. O'shalar bo'luvchilar hisoblanadi. Ya'ni bo'luvchilar 1, 2, 5, 10 hisoblanadi. 10 ning bo'luvchilari. Shular bo'luvchilar. 2 dan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar murakkab sonlar deydik. Endi bizda mukammal son degan tushuncha bor. Bu narsa elementar matematikada o'tilmasa kerak, oliy matematikada uncha o'tilmaydi. Bu narsa prosta fanga kirgizilgan, lekin ko'p joyda ishlatilmaydi. Bir ikkita ishlatiladigan joyi bo'lishi mumkin, lekin ko'p emas. O'shaning uchun elementar matematikadan bu narsani olib tashlagan. Ba'zi misollarda bor. Tub va murakkab sonlarda oq to'plamdami, abituriyentskiy to'plamda butun mavzu bo'yicha nechta 20-30 ta misol bo'lsa, bir donasi mukammal son haqida, menimcha, men bilmadim. Butun bitta to'plamda bir dona mukammal son haqida misol bor. O'shandan ham bilsak bo'ladi, bu narsa olib tashalgan. Chunki ko'p joyda kerak emas. Lekin o'zimizga ma'lumot sifatida bilib qo'ysak, zarar qilmaydi. Mukammal son bo'luvchilarining yig'indisiga teng bo'lgan sonlar. Bo'luvchilarining yig'indisi. Bu nima demoqchiman? Birinchi mukammal son 6 ga teng bo'ladi. Chunki 6 ning bo'luvchilari 1, 2, 3 va 6 ga teng. To'g'rimi? To'g'ri. Uning bo'luvchilari qanday yoziladi? Bo'luvchilarni yozayotganda 6 qo'shilmaydi. Ya'ni 6 bo'luvchilari 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3. 1, 2, 3 ni qo'shsak, bizga yig'indi 6 ga teng. Bu yerda 6 ham bitta bo'luvchi bor, u qo'shilmaydi. Mana shunaqa sonlar mukammal son hisoblanadi. Mukammal sonni topish formulasi bor. Uni shu ekranga chiqarib qo'yaman. Mukammal son haqida tadqiqot olib borgan ko'pchilik olimlar bor. Bu haqida alohida to'xtalish shart emas. Ma'lumot sifatida internetdan qidirsanglar chiqadi. Xo'p, sonning turlari haqida gaplashdik. Boshqa muammo qolmadi menimcha. Yana qanaqadir ma'lumot topsam o'zim aytib o'taman keyingi videolarda. Hozircha topgan ma'lumotlarim shu. Endi sonning to'plamlari haqida gaplashamiz. Sonning to'plamlari natural sonlar, butun sonlar, ratsional sonlar, irratsional sonlar, haqiqiy sonlar. 5 ta. Va kompleks sonlar bor. U kompleks sonlar o'zi alohida bitta katta mavzu. Uni alohida video qilaman. Xo'p, natural sonlar haqida gaplashamiz. Natural sonlar narsalarni sanashda ishlatilgan sonlar, natural sonlar hisoblanadi. Ya'ni narsalarni biz qanday sanaymiz? Yarimta yoki 1.3/4 qilib sanamaymiz. Misol uchun odamni sanayotganda bitta odam, ikkita odam, 100 odam, 105 ta odam, 20 ta odam deb sanaymiz. O'shalar natural sonlar hisoblanadi. Natural sonlar birdan boshlanadi, 0 natural songa kirmaydi. Boshida bizga o'rgatardi. Biz o'rgangandik 0 natural son emas qoidasi, lekin biz natural sonni yo'q son deyardik. Lekin asta-asta kattaroq sinf bo'lgandan keyin natural son emas deb o'rganishni boshladik. O'sha 0 sonini. 0 sonini sanoq boshlayam deb hisoblasak bo'ladi. O'zi 0 musbat sonmi, manfiy sonmi deyilganda 0 nomanfiy son deb aytiladi. Qoidasi shunday. Natural sonlar shu 1 dan boshlanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketaveradi. Bu yoq cheksizlikkacha ketadi. Chunki biror bitta natural sonni hosil qilish uchun uni oldingi natural songa 1 ni qo'shish kifoya bo'ladi. 1 ni qo'shish kifoya bo'ladi. Endi butun sonlar haqida gaplashsak, butun sonlar natural sonlar va unga qarama-qarshi bo'lgan sonlar
va 0 kiradi. Natural sonlar, butun sonlarga aytyapman. Butun sonlar katta izi harf bilan beriladi. Butun sonlarga barcha natural sonlar va unga qarama-qarshi bo'lgan sonlar va 0 kiradi. Bo'ldi. Mana shu ta'rifi bo'ladi. Xo'p, ratsional sonlar haqida gaplashsak, ratsional sonlar bu ta'rifi m taqsim n ko'rinishida yozish mumkin bo'lgan sonlar ratsional sonlar hisoblanadi. Bu yerda m butun son, n natural son. Bunga qaysi sonlar kiradi? -1 taqsim 2, -5 taqsim 7, 9 taqsim 10. Bular hammasi ratsional son hisoblanadi. Ya'ni hammasini kasr qilib yozish mumkin. Endi irratsional son haqida gaplashsak, irratsional son deb ildiz ostida turgan son bu irratsional son hisoblanadi. Hattoki u ildiz ostida 3 bo'lsa ham, ya'ni ildiz ostida 4 bo'lsa ham, ildiz ostida 4 dan 2 chiqadi. Ildiz ostida 4 dagi varianti irratsional son, 2 dagi varianti natural son yoki butun son hisoblanadi. Biz ko'p jumlalar duch kelishimiz mumkin irratsional son haqida. Ya'ni kasrning mahrajini irratsionallikdan qutqaring deydi. Buning ma'nosi kasrning tagida ildizostilik son bo'lmasin degani. Bu ildizostining ham turlari ko'p. 3-ildizosti, 4-ildizosti, 2-ildizosti, asosan 2-ildizosti haqida misollar keladi. Bu 2-ildizosti degani prosta ildizost o'zi, prosta ikkisi bo'ladi, lekin yozilmaydi. 3-4 darajalilar ham xuddi shunga tegishli bo'ladi. U ham, ya'ni 2-ildizostni ko'rsak irratsional son, 3 yo 4-lar irratsional emas deb ketish bu xato narsa. Ildizostilik son ko'rdikmi, demak hammasi irratsional son hisoblanadi. Endi haqiqiy sonlar nima? Haqiqiy sonlar mana shu barcha 4 ta sinfni ichiga olgan sonlar. Ya'ni haqiqiy sonlarga qanday sonlar kiradi? Haqiqiy sonlarga natural sonlar, butun sonlar, ratsional sonlar va irratsional sonlar hammasi birgalikda haqiqiy sonlarni tashkil etadi. Ya'ni buni bitta uy desak, haqiqiy sonlar degani bu uyni o'zi. Haqiqiy sonlar deganda bizga uy tushunilsin. Agar natural son, butun son, ratsional son, irratsional son deyilganda esa uning xonalari tushuniladi. Misol uchun oshxona bitta bir natural son bo'lishi mumkin, mehmonxona butun son bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa tushunish to'g'ri bo'ladi. Endi kompleks sonlarni bu bir alohida mavzu qilaman. Bugungi mavzu shulardan iborat. Hop, bir ikkita savollar bor. Birinchi mavzu ham endi boshlaganim uchun prosmotr uncha ko'p emas, aktiv uncha yuqori emas. O'shaning uchun kitobdagi savollarni o'qib, o'shanga javob aytib ketaman. Ya'ni kitobda qanday savollar berilgan? Natural sonlar va ular ustida amallar. Natural sonlar deb qanday sonlarga aytiladi? Natural sonlar deb boya aytib o'tganimdek, narsalarni sanashda ishlatilgan sonlar natural sonlar deyiladi. Kimdir so'rasa, xuddi shu javobni beringlar, bo'ldi. Bundan boshqa absolyut javob yo'q. Eng kichik natural son qaysi? Eng kichik natural son 1 hisoblanadi. 0 esa natural son emas. 0 soni natural songa kiradi. Boya hozir aytganimdek 0 natural son emas. Tub sonlar deb qanday sonlar aytiladi? Boya aytib o'tganimdek, tub sonlar faqat ikkita bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar tub sonlar hisoblanadi. Eng kichik tub son qaysi? Eng kichik tub son bu 2. Bir esa tub songa kirmaydi. Juft son deb qanday sonlar aytiladi? Juft son deb 2 ga bo'linadigan sonlar juft son hisoblanadi. Yoki oxiri 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan 8 raqamlar bilan tugagan sonlar juft son hisoblanadi. 90 ham 90 shuni teskarisi 2 ga bo'linmaydigan sonlar. Eng kichik 90 qaysi? Eng kichik 90 bu 1 hisoblanadi. 1 dan kichik 90 yo'q. Eng kichik juft son qaysi? Eng kichik juft son 0. Ikkita juft sonning yig'indisi qanday son bilan tugaydi? Ikkita juft sonning yig'indisi sizlarga bitta shpargalka. Shunaqa jumlalar kelyaptimi? Demak, bizga qulay bo'lgan eng minimal variantni olsak bo'ladi. Ya'ni eng kichik ikkita juft sonning yig'indisi qanday son bilan tugaydi?
Juft son deyilyapti, demak ikkita eng kichkina tub sonni olamiz. Ixtiyoriy son olsak bo'ladi, eng kichik tub son baribir qulayroq. Juft son 0 bilan 2 eng kichik yoki 2 bilan 4 ni olaylik. 2 bilan 4 ning yig'indisini qanday son bilan tugaydi? 6. 4 bilan 6 ning kichi 10. Hammasi juft son bo'lyaptimi? Demak, ixtiyoriy ikkita juft sonning yig'indisi juft son bilan tugaydi. Ikkita 90 ning yig'indisi qanday son bilan tugaydi? Endi buni ham ixtiyoriy son olib ko'ramiz. 1 bilan 3 misol uchun. 1 ga 3 ni qo'ysak 4. 4 juft son. Yoki 1 bilan 5 ni olamiz. 1 ga 5 ni qo'ysak 6. Bu ham tub son. Juft son. Demak, ixtiyoriy ikkita tog' sonning yig'indisi juft son bilan tugaydi. Ikkita tog' sonning ko'paytmasi qanday son bilan tugaydi? Ikkita tog' sonning kvadrati qanday son bilan tugaydi? Tog' sonning kvadrati 1 ning kvadrati 1, 3 ning kvadrati 9, 5 niki 25, 6 niki 6 tog' son emas-ku. 7 niki 49. Demak, boshida 4 ta son olsak bizga kifoya. Hammasinikiga oxiri tog' son bilan tugayapti. Ya'ni tog' sonning kvadrati har doim tog' son bilan tugaydi degan natijani olamiz bundan. Va bizga bo'ldi. Keyingilari bo'linish belgilari, bo'linish alomatlari, uni keyin yozib o'tamiz. Hozircha shular yetadi. Sog' va omon bo'linglar. Tamom.